Ha. internetga qo'yavermaysiz. Shu odamga necha pul shtraf qo'yadi? Qizildan o'tsangiz 2 oklad. Endi boshqa Necha ming so'm? 800 8 ming so'm? Oo. Bir kun bekarga ishlamdi, 8 ming so'm qo'ysa. 2 kun bekor ishlaydi. Shuning uchun qonun qoida bilan haydash kerak deyman-da. Bu siz Yandex'da ta'lim olarsizmi? Order olasiz. Yana boshqa platformalar bormi? Ha, ko'p. Endi bilganim shu Yandex'da o'zim. Ko'p. Yandex'da odamlar ko'pmi? Bizda shu bor. Ha. Sizga bir savol. Bu shaharda dorixonalar ko'p ekan. Bu yerda dorixonalarni ko'rdim. Mana dorixona deb yozilibdi. Shu dorixonalarda medisinlar sizning davlatda ishlanamdi yo boshqa davlatdan olib kelinamdi? Ha, dorilarmi? Ha, medisin dorilar. Endi o'zimizda ham ishlab chiqadigani bu. Hech chekkadan keladigani ham bu. Qaysi dorilar endi men misolga aptekachi emasman. Siz doktorxonalarga kirib, hospitallarda yotib chiqmaganmisiz? Yo'q, bizlarga yozilgan dorini olamiz. O'sha O'zbekiston yoki chekkadan kelgani farqi yo'q. Shu doridan shifo ko'rsak bo'ldi bizga. Ha, anladim. Endi doktor yozganini olamiz, o'zimiz dori ko'tarib kelmaymiz. Anladim. Bu shaharda anglang. 40 yil, 30 yil tarixi bor mashinalar, kona, eski mashinalar ham bor ekan. Bu mashinalarni berak qolmamda. Ya'ni vaqti o'tib ketsa, qanchalik vaqtdan keyin haydigan bo'lmaydi? 50 yildan. 50 yil haydasa bo'lar. 50 yildan keyin hozir shunaqa qaror chiqdi. 50 yildan keyin hayda bo'lmaydi xullas. Nomerlarni yechib olib, boshqa mashinalar olib, endi yangi oladi. Tushundim. Oldinda harakatlanish bo'yicha kamera bor. Biz 50 yildan keyingi mashinalar o'zi yetib keladi. Şu patrol polis mi? 600 metrdan keyin. Buni internetga qo'yavermaysizmi? Ha, patrol deganingiz nima? Yo'lmi? Yo'q. Nima degan gap? Patrol degan. Harakat xavfsizligi, mana yo'ldagi. Shu odamlar harakat qiladi, harakat xavfsizligi deydi. Ularning xizmatlari nima? Mush yo'l ishlariga mas'ulmi? Yo'l ishlariga emas, yo'l harakatiga mas'ul. Boshqasiga masalan deyli, ha? Bu yerda mashina mangadi, to'g'rimi? Bu yo'lda. O kichik yo'lda, mana bu kichik yo'lda odamlar mangadi. Shu yo'lda ishlar bo'lsa, shularning harakatlarini shu patrol boshqaramda yo boshqalar keladimi? Patrol misolga yo'lda yurgan mashinga yoki qonun qoidadan buzilgan piyodaga. To'xting. Piyodaga. Ha, shu elektrikni ko'rdingizmi? Shu elektrikni. Bu elektrik bu yo'lda mangsa shu patrol boshqaradi, to'g'rimi? Harakatlari bo'lsa. Agar shu yo'lda mangsa odamlarni soqib qo'ydi, shuningga men mas'ulmi? Shu patrol. Mening javobim erishmoqchi bo'lgan javobim shu. Buni videoni internetga qo'yamiz. Qo'ymang-da internetga. O'zim ko'ramiz, o'zimiz. Qo'ymang-da buni. Men bormoqchi bo'lgan yer yaqinmi? Bu yerda Cambridge deb yozilibdi, nima bor bu? Learning Center. Til o'rganadigan yermi bu? Ha? Qayerda? Bu Cambridge debdi. Har xil ofislar bor, magazin bor. Magazinlar bor ekan, u yerda Learning Center deb til o'rganadigan yermi? Tipas ikkinchi etaj til o'rganadigan joy ekan. Ingliz debdi, English. Boshqa tillarmi o'rgatarmda bu yerda? Yozib qo'yibdi-ku ingliz tilida. Birinchi faqat ingliz tilida. IELTS bor ekan. Medical school bor ekan. Makon mal bor. Mana supermarket. Japonning mallari ko'pmi? Yapon? Ha, Japon. Keldikmi?
Kelib qoldi hozir. Ha. Yo'nalishning oxirigacha qoldi 200 metr. Bu xarita Yandex xaritasimi? Ha, o'zbekcha saylaydi. Ha, o'zbekcha ham qo'ygan ekan, shuni to'g'rilab oldim. Inglizcha ham saylamda, ruscha ham saylamda. Xohlagan tilda qo'ysangiz, bular endi tushungan tilimiz o'zbek tilini qo'yamiz. Ha, tushundim. Kosmetiklar sotiladi ekan. Mana shu. Bu şey yer mi ki? Qo'ygan toshkangiz